Assalomu alaykum, Barakot.uz obunachilari, yaqinlar narxlarni sindirishda Abdulahat bilan birga davom etamiz, Abdulahat. Assalomu alaykum. Alaykum Yaxshi assalom. keldingiz. Zum sochni, kayfiyatlaringiz yaxshi. Xudo xolasa yangiliklarimiz juda ko'p. Xudo xolasa. Atay video qo'ymay turdiki, hamma yangiliklarimiz chiroyli bo'ldi, chiqib olsindi. 10 kun video qo'ymadik, lekin endi misol uchun unda qo'yilgan narx-navolarni boshqacha qilib go'zal. Inshaalloh videoda oxirigacha ko'ringlar. Umra safari necha kunlik bo'ladi, mehmonxonalar haqida, hamma narsalar haqida ma'lumot va eng asosiysi narx bo'ladi. Umra safariga biz bilan boraman deganlar, ya'ni bizni tur paketdan boraman deganlar, like bilan kommentariy ayamaysizlar. Demak, boshladik ham. Xudo xolasa aka, birinchi ochitda litsenziyamiz bor. O'tgan safar gapirmabmiz, shuni kommentariyada ko'pchilik yozdi o'rta. Centrum Holidays kompaniyasi. Xudo xolasa behijolat aka. Unisidan to'lovlar masalasida aka, xolasalar shot raqam beramiz. Centrumni o'zinikini beramiz. Shot raqam desa, shot raqam, bankdan to'layman desa, bankdan to'laydi. Ofisga kelib to'layman desa, ofisdan qilib beramiz. Unisidan muammo yo'q. Misol, shot raqam shunga tashlab beramiz. Buxoro, Samarqand, Toshkent, Jizzax qayerda bo'lsa ham bankka kirib Centrum Holidays kompaniyasiga pulini to'laydi. Xolasa o'sha zakolat sifatida to'laydi, xolasa hammasini to'laydi. Misol, bizga to'lamaydi uni, kompaniyani o'ziga to'lab berishadi. Tushunarli. Endi yana bitta narsa, bu Abdulahat gapini maksimal sizlarning pullaringizni o'zlaring strafovka qilib to'lasalaring bo'ladi. Xolasa $100 to'lasin, masalan, dekabr oylariga misol reyslar ochilganda, bron qilish uchun zakolat olamiz. Misol, zakolat olamiz, zakolat to'layman desa, masalan, mana Namangandan chiqishda biz shot raqam beramiz, bankka kirib to'lashaveradi. Bu mana muammosi yo'q yaqinlar. Bizning nomimizga bas, boshqaga bas, o'sha Centrum Holidays kompaniyasini shot raqamga pul to'lashadi. Tushunarli. Xudo xolasa hammasi ishonchli bo'ladi. Men to'g'risi o'tgan safar kommentariyani o'qidim, shuni gapirib bermabmiz, o'zimizdan o'tibdi. Bo'ldi. Endi misol uchun necha kunlik bo'ladi, mehmonxonalar haqida gapirsak bo'ladi. Litsenziyamiz moshni bo'ldi. Madinada 3 kun bo'ladi aka. Makkada 11 kun bo'ladi. Paketimiz 14 kunlik bo'ladi. 50 boshlar xizmatlari bor, ravza xizmatlari bor, xudo xolasa. Hammasi inshaalloh bo'ladi. 95% odamlar ravzaga kelib chiqishyapti inshaalloh, behijolat. 50 bosh xizmati. Masalan, mana aka, batdan 100 ta odam tushsa aka, 50 bosh. Bitta 50 bosh batdan ketadi, bittasi atdan kutib oladi. Masalan, hali bitta ikkita paytda to'g'risi yolg'onchi bo'lib qoldi odamlarga 50 bosh birga borib birga keladi degandik. Misol bitta batdan yo'l 50 bosh olib ketadi, 100 ta odamni masalan. 200 ta bo'lsa, ikkita 50 bosh olib ketadi, yarmini atda bo'lib oladi. O'zi spiska bo'yicha, familiyat bo'yicha avtobusga chiqaradi. Masalan. Hali ag'lidan xotirjam bo'lishaveradi inshaalloh. O'zimiz ahli ilm, 50 yoshlar bo'lishadi. Ahli ilm, malakali umra qilishlariga mukammal sababchi odam bo'lishadi. Yo'q, yana bitta narsa hatmashtari ahli ilm bo'ladimi degan joyimda savol, men o'zim ko'rmadim, eshitdim lekin. Misol, dvijeniyani o'rganib olib turib, 50 boshi bo'layotgan insonlar ham bor. To'g'ri, endi misol uchun avvalo Alloh taolo qabul qilsin, kim umra qildirsa. To'g'ri. Lekin misol maksimalni ahli ilm masalan, endi bizda aka qanaqa holat bo'ladi? Batda ahli ilm odamni oldidan suhbatidan o'tadi. Birinchi odam biz ishga olayotgan odamimiz suhbatdan o'tsa kelgan olamiz. Misol o'zidan o'zi keling sizga $1000 oylik 50 bosh demaymiz. Qanaqadir normativlar bor. O'ziga yarasha savol-javob, oddiy ishchini olyapman, savol-javob qilib olamiz. Misol Madina, Makkada po'r odamni ham savol-javobini qilib, gaplashib, gap holatda olinadi aka. Batda o'zidan o'zi ovorilmaydi. Ba'dan xotirjam bo'lasiz. Tomonidan ko'ngil to'q qilaverasizlar. Taomlarimiz haqida. Madinada o'sha 2 mahal, xudo xolasa milliy taom. Madinada 300 metr, 350 metr gastitsamiz. Mehmonxona. Makkada 1,5 kilometr aka. Eng uzog'ini aytyapman men. 1,5 kilometr, 1 kilometrligi ham tushyapti, 800 metrligi ham tushyapti. Uchosidan bittasiga tushishadi. Avtobus xizmati 24 soat bo'ladi. Bo'ladi albatta. Xudo xolasa behijolat aka. Xo'p. Aka, endi avtobus xizmati bo'ladi, Qizil dengizi bo'ladi aka, Madina bo'ylab, Makka bo'ylab sayohatlar, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, misol Madina, Makka bo'ylab sayohatlarga olib chiqishadi, xudo xolasa behijolat inshaalloh. Xudo xolasa aka, narxlarimiz 20-dan 20, 21, 23, 26, 22 ketaveradi. Toshkentdan $965 qilib belgiladi aka. $965. Menimcha, endi yana bitta narsa batda biz o'zbek xalqi surishtiruvchan xalqmiz va mana shu narx
ko'rmagansizlar bilishimcha. Ha. Yo ko'rgan bo'lsalar ham Yo'q, kommentariyada misol yozib men o'zim qoldiring. YouTube'da tekshirib chiqdim, bunaqa narx yo'q. Narx yo'qligi uchun. Keyin Aha. masalan men $1000, $1050 sotayotgan bizni paketimiz boshqacha deydi. Qanaqa sizni paketingiz? Men o'zim ham gaplashdim-da, qanaqa desam, xo'p, gazetsangiz qanaqa desam, Madinada 300 metr, 400 metr. Xo'p, necha mahal o'qisam 2 mahal deydi. Makkada necha mahal o'qadi desam, 3 mahal milliy taom deydi. Nima bor desam, Qizil dengiz bor, Makka, Madina bo'ylab sayohatlari bor deydi. Misollar, bu boshqacha va eng arzoni o'zimiz inshaalloh atrofdan surishtirib bemalol chiqishaveradi. Doim ham aytib o'tamiz. Ha, litsenziyasi bormi, yo'qmi? Mana litsenziya. Shot raqamgacha beramiz, to'lashadi. Undan muammo yo'q, xudo xolasa aka. Endi xudo xolasa Vodiydan ochildi aka reyslarimiz. Vodiydan Farg'ona 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 Farg'ona Madina uchadi aka. Farg'onadan to'g'ridan to'g'ri Madinaga tushadi. $980 qilib belgiladi aka narxini. Juda oliy bo'pti yaqinda. Hali $1100 gacha sotishyapti. $980 qilib belgiladi. Aloqaga chiqsin, chiroyli qilib, jichapcha yo'li bor, o'tib beramiz. Odamiga qarab, odamiga qarab deganda ob'yomga qarab. Endi misol uchun biladi ham, 4 kishi, 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa shunga qarab go'zal qilib o'tib beramiz inshaalloh. Endi Namanganlardan ham reyslar chiqyapti, Andijondan, Samarqanddan reyslar chiqyapti. Ularni aloqaga chiqsa aytaveramiz. Ha, mabodo. Joylarimiz oz qolgan. Hozir aytsak, bugun kech payt videoda qo'yasiz, ko'rib netishgandan keyin hali yolg'on bo'libdi, u bo'libdi, bu bo'libdidan ko'ra aloqaga chiqsa joyimiz bo'lsa qo'yib beramiz. Albatta, misol uchun sanab o'tilgan viloyatlar Andijon, Namangan, Samarqand bo'lishi mumkin. Samarqand, Termiz, asosan ayniqsa shu videolarimiz birinchi qo'yayotganmiz, shu tomondan ko'pchilik aloqaga chiqqanini, bizni maqsad bo'ladi, to'lovni qanday amalga oshiramiz deganlarga telefon qilinglar. Endi to'lovlarni ham yengil qilib qo'ydik aka. Xolasa bankdan to'lasin, xolasa uchayotgan kuni to'lasin. O'ziga yoqqani aka. Muammosi yo'q aka. Zo'r qilib to'lovlarni ham inshaalloh o'zlariga xudo xolasa yoqqan shaklda qilib qo'ydik. O'sha narsaga ahamiyat beringlar, misol obunachilaringiz, misol ahamiyat berasiz. Surishtirishsin. Menda $1050, meniki misol bir balo plus deyishadi. To'g'risida qanaqa plus bo'ladi? Biznikida yulduz shasmida, Madina Makkada yulduz degan narsa yo'q aka. Yulduzi yo'q tevada, misol. Oddiy gazsiz. Mehmonxona. O'sha $1100 sotayotganlar 4 kishilik joylashuvga yotadi-da. Hech qachon 2 kishilik yotmaydi. Shu narsalarga ahamiyat berishaveradi aka. Tushunarli. Misol uchun shu bundan oldingi videolarda ham aytib o'tganmiz. Bizda arzonligini sababi ob'yom. Shuni mana o'zi misol sizdan ketgan qanchadan qancha obunachilarimiz bor, misol obunachilaringiz bor. O'zlari ko'rishyapti. Sizlarga rahmat der. Bizda eng kamida 100 ta odam uchadi, bo'lsa 200-300 ta uchadi aka. Ob'yom katta. O'shini hisobiga narx arzon. Ko'pchilikda shubha bo'lishi mumkin-da. Xo'p, nimaga endi siz ham savol beryapsiz, nimaga sizda qimmat, san nimamdir bor deyapti deyapsiz. Endi bularda ham savol bo'lishi mumkin-da, nimaga sizlarda arzon? Uni sababi shunchaki ob'yom, misol ko'p narsa yeyishdi, boshqa hamma tomonlama arzon tushadi. Shu uchun xudo xolasa sizlarga shunaqa paketlarni ulashib boryapsiz. Yaqinlar video yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlang va albatta fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Umraga bormoqchi bo'lgan yaqininglarga videoni yuborib qo'yinglar. O'ylaymizki, manfaatli bo'ladi. Abdullahat, sizga kattakon rahmat. Narxlarni sindirib berayotganingiz. Aloqaga chiqishaveradi, go'zal qilib, chiroyli qilib tushiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.